Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep toxtab qalğanın üzdünün davamlaşdırışımız inşallah. Deydi o, Kale İsa Goci, El-lafzu dallu ila ahirihi. Dedi İsa Gocim deb, El-lafz dallu ila ahirihi. El-lafzu dallu ila ahiri, onun ahirki çıkışı arlıqda. Labz dal degen nime? Labz degen nime? Dal. O nime? Laf degan gap bu bir narsani otgan, eg'izil chiqqan narsaning hammasi laf. Ma arab qarindoshlarining deydigan bir gap ekan, akaltu tamrata va lafaztu nuwata deb. Xomini yedim, ben urug'chisini bunday qilib pittabliklam og'zim chiqib etyaptim deb. Demak, eg'izdan chiqqan narsaning hammasi lafz. Mayli o mafhum, g'ayri mafhum bo'lsin. Eg'izdan chiqqan narsaning hammasi lafz bo'ladi ekan. Akaltu tamrata va lafaztu nuwa degan gapini. Xo'sh, ad-dalala deydi. Bir labziki uqtug'uchi dalolat qilish bu lafz. Hem dalalet degan gap bu nima desa lug'atda bu masdar simai. Dalale. Mayada ad-dallu ism fa'il. Dalla yadulludan chiqqan cho ism fa'il ko'rsatib qo'yuvchi, uqtuvchi, dalolat qiluvchi degandek. Hem bunun masdari dalalet chiqadi deganda. Dalalet degan bu masdar nima simai. Yani bunu Arap qarindoshlardan anlindigan kelime. Yoki anladığan labz. Buna qarta bu başqa kelimelerni mana qiyos qilsak bo'lgan şeydi deb qiyos qilish bo'lmaydi bunday. Masalan, dalla yadulludan dalalat chiqqan bo'lsa, parra yapirudun pararat bunday chiqilmaydi. Habba yahbudun hababat bunday chiqmaydi. Qiyos qilib bunday degil bo'lmaydi. Bu demak sima. Buni nima deyildi? Masdar simai deb ataladi. Bu dalalat degan gap bir narsaga yo'l boshlab qo'yish, ko'rsatib qo'yish deganga qartilgan kelma bu dalolat degan, dal degan gap. Yani hidoyat va irshadga qartiladi bu. Dalolat degan gapni hidoyat va irshad degan gap qartiladi. Endi bu lug'at ma'nosi bu dalolatning, dalning. Islohning ma'nosi shu desa, islohning ma'nosi bu ikki ma'no oralig'idagi bir o'rtoqlikni uqtiradigan narsa. Bunun qarab uni uqdim, bunun qarab onundan bunday tushundim degandek. Masalan, hozir men Aqshda mashina ovozini angladik. Yoki bir odamning ovozini angladik. Bu yerda haq o'tibdi degan o'qimizda. Aqlan buni. Bu bir dalolat. Ashqahning ovozi bu yerda haq o'tibdi hozir, ya o'quvchi bolalar maktabdan o'tibdi, ishchilar o'zining ish o'rnidan o'tibdi degandek. Şu ovozning o'zin odamning o'tayotganligini uqdi. Osmonda ketib qolgan aeroplan qarab, ichida bir lüjikning borlig'ini uqdiq. O'zidan ushmaydi, shu uchtug'ish bir lüjik bor ekan deganini uqdiq. Mo'rdan isqin qarab, o'yin ichida o'tni ko'may turib, o'tning borlig'ini uqdiq. Buni jazm qilamiz muqarrar. Ma koinot olimi qarab, ma alamul hadis olan alem qarab bir muhdisning borlig'ini. Parda aqsda yushurunma ko'zimizdan ko'ranmaydigan, aqlimizningki idrok bilan onun kunhi va g'avri haqiqatiga yetenmaydigan cho'ng shundaq tangsiz bir buyuk bir kuchning borlig'ini ma olamning hodisatlari qarab uni bildik. Bu bir dalolat. Olamningki o'zi, olamdagi o'zgarishlar, hodisalar nima? Bu bir muhdisning borlig'ini uqtirdiki, uni muhdisning borlig'i dalolat qildi. Allohning borlig'ini uqtirdi. Dalolat degan bu shu. Al-lafzu dallu ila ahirihi. Aqul, yani bu adam İsa hocam ne depti? Ben bunu qarta bunda deyman deydi. Da bu şarih. İnne lil mantiqiyina bu qavldinki nahvi ilmida kelsak huruf mushabbatu bil fil alt harften
al tarpıgın buldu. İnne, enne, keenne, lakinne, leyte, lealle. Bu inne, enne, kavldinkin, kasemdinkin, muşuna kip kıp kıp kalsa, inne okuludu. İnandım başkası kıp kalsa, ilmedin kipto, zandinkin kipto, ve başka yeldin kelse, enne. İnan gayrı ço, kavldinkin, kasemdinkin, ve başka yeldin kip kıp kalsa, inne okulu. Kale innehu yakul innaha, diyendik. Yakul inna bakaratul la zalulun, tusurul arza ve la tasqil arsa, diyendik. İnne lil mentikine. Daimen çokum inne lil mentikiyine istilahatin yecibu istihzaruha lil mubtedi. İza arada en yeşra'a fi şey'in minel ulumi minha isagoci ve huve lafzun yunaniyun yuradu bihi el kulliyatul hamsu ve hiye el cinsu vel nev'u vel faslu vel khassatu vel aradul ammu. وهذه يتوقف معرفتها على بيان الدلالات الثلاث على بيان الدلالات الثلاث وهي المطابقة والتضمن والالتزام وأقسام وأقسام اللفظ وأقسام اللفظ وأقسام اللفظ والدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والأول هو الضال والثاني هو المدلول فمن هذا عرفت أن الدليل هو الذي يلزم منه العلم بشيء آخر وكذا عرفت أن المدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم. Xoş. Deyman deydi şarih. Çokum mantıqşünaslar üçün bir qancha onuca yeni muş mantıqni yeni başlagan mubtadi üçün onu zihinde hazır qilish vacib bo'lgan bir qancha istilohat kalimalar var, istilohlar var. İslahi qoida, formula, ba'zi nimalar var, qoida usullar var. O kaladan chiqarib qilish faqat bo'lmaydi, xususan mubtadilar uchun. Yajibu istihzaruha lil mubtadi. Onu yangidan boshlagan odam kaldan faqat uni chiqarib qilish bo'lmaydigan darajada o'ziga doim o'zlan bilicho ram qiladigan o'zigacha amra qiladigan qoida istilohlar va formulalar var deydi. Qachon bu mubtadi iza arada an yashra'a. Qachon maqsad qilsa bu yangi boshlagan bu yangi o'quvchi iza arada an yashra'a fi shay'in min al-ulumi. İlimlerden ibaret bir narsaga kirishni maqsad qilgan bo'lsa, men bir ilm o'qiyotgan bir narsa, ilm bilan bilish, qiroat emas, fi shay'in min al-ulumi deydi, min al-qiroati deydi, o'qish bo'lmaydi, bilish. İlimlerden ma'qulat ilmlerden ibaret. Mush bir ilimde mesela ilimni bilishni yoki bilishga kirishishni aslında bir başlashni maqsad qilgan kishi uchun buni istihzor qilish vojib deydi. Zihnda hazır qilish vojib. Onun qatoridan, masalan, islohotning qatoridandir İsa G'oji. İsa G'oji. U nima? İsa G'oji degan nima desa, u islohot bo'lgan u nima lafz mustalahan qatoridan bo'lgani İsa G'oji degan gap. U va huwa lafzun yunaniyun. Grek tili, hozirgi Yunaniston tili. Yuradu bihi el kulliyatul hamsu. Maqsad qilindi bu İsa G'oji degan gap bilan kelim bilan 5 kulliyani. Ve hiye el cins ve nev vel fas vel khas vel ardlam. Olsun cins, nev, fas, khas, arzamdan ibaret. Cinsiga nima desa, cins degan o bir narsaning tüp yilzi demekçi de. Umumisi. Lug'atda. Mantiqning islohida kulliyun maqulun ala kasirina muxtalifina fil haqiqati fi javob ma huwa. Nevine tarifi çözse nevininki kulliyun maqulun ala kasirina muttafiqina fil haqiqati fi javob ma huwa. Cinsler nevinin farkı avı. Cins degan ko'p
narsaga deyilgan narsa. Kulliyun maqulun ala kasirin. Kulliki deyilguchi buni ko'p narsaga kullun maqulun ala kasirin muxtalifina fil haqiqati fi javob ma huwa. Haqiqat muxtalif bo'lgan. Hayvon desak buning haqiqati haqiqatan muxtalif. Bu hayvon degan butun hayvon deganlik hozirgi mana shu odamning ziddi bo'lgan hayvon, angraydigan, mo'raydigan, qavaydigan degan gap u emas. Hayvon degan gap hayya yahyadan chiqqan masdar bu. Hayot egisi demakchi. Malahul hayat. Aşu hayat cenvanasının hemisi hayvan. Malahul hayanan bu hemisi nerseki onun için cenva olan nersin hemisi hayvan değildi. Ama bu hayvan ise ma düşüncede hata kitip kapkaspanmaydı. Adem'in zıdımı tört putluk ve bazı işki putluk hayvanlığa okşaydı olan muşu tavan tapıdaki mehlukluğa okşaydı deyilip kalmışsın. Bu hayvan bütün canlıklar demektir. Yok, kulliyun makulun ala kesirine muhtelifine fil hakikati fi cevap ma huwa. O kul cins gen bir kulli değil de onu köp nasıl ki hakikat bir karmı karşı olan. Yani insanın ayı hakikat değil mi? Hayvanla attık. Atның hakikat parasını ço hayvan sahil kişinin uç hayvan. Kişneydiğen canlık. Kalının ço hayvan bakır möreydiğen. Eşeknin ço hayvan nahik angraydiğen hayvan. Hammasının hakikati muhtelif mıydık? Nevinin çoğusu nevinin kulliyun mekulun ala kesirine muttefikine bil hakikat. İnsan hoşlaşmasın. O bir kulli olma. Ki değildi köp nesil ki hakikati bid. Hammasi hakikati o muttefik mahvana cevabı da. Mesela İsa, Musa, Ali, Veli, Ayşe, Fatime deptok. Hemmisi ço cevap nime insan. Buna hakikatemsi insaniyet ortak hakikat muttefik bu ne o? Fasıl çoğusu bu mu kulliyun mekulun ala kesirine muttefikine fi ey şeyin ve fi zatihi. Bu faslı. Fasıl gen ayrı şingep lugat mensi. Bu yerdeki mantıkın ıslaydaki faslı mensi özün masivasını ayrı betiş. Mesela hayvan natık desek ona sözleydiğen canlılık desek sözlemeyinden çıkırmadı da. Hayvan sahil, hayvan nahik, hayvan bakır bunu çıkırmadı da. Ayırıp ep kılıp da yüz gerek onu ayırıp ep kılıp gayrini çıkırmadı. Has desek hassa. Bu insanlık mesela zahik dedik. Bu mu kulliyun mekulun ala kesirine muttefikine pi şey muttefikine ey şeyin pi aradı. Bu kulli değildi ki bu nima desa bu mu haqiqati muttefik ama zatiyat haqqi deyilmaydi uning arz nimba degan narsaning o'zida javob berilgan bu bir kulli zahik o'xshash arzon bu mu shundoq kulliyun maqulun ala kasirina muxtalifina fi javobi ay şeyin fi aradi buning javobi da masalan mashi dedik mang'uchi bütün malahul hayyan hammasi mang'udu jenival narsa hammasi mang'udu mutanaffisi dedik ting'uchi masalan har qanday malahul haya jenival narsa hammasi tinudu buni hammasi nima arzi om degan so'z وهذه يتوقف معرفتها على بيان الدلالات أم بو beş kul yoğan cins nav fas khas arzama bu narsani bilish qarash qildi bu narsani tunish nima qarash qildi bu qarash qildi ash narsani tunish dalolat üç dalolatning bayonini tunish qarash qildi dedi üç dalolatning birisi qaysi mutabaqa ikkinchisi tadammun uchinchisi iltizom va labzning qismlari buni ham tunish muhtoj bo'ladi deydi mutabaqa degan nima mutabaqa degan bir nima bir labzininki o labzning ma'na mavdu lahqa aynan bir narsa uqtirgan bo'lsa nima deymiz uni mutabaqa deymiz bu mutabaqa degan arablarning arab qarindoshlarning aslida tabaqa na'lu bin na'li degan kalimadan kelgan bir nima bu kelima mutabaqa degan xo'sh tabaqa na'lu bin na'l degan madaq arab qarindoshlar bundan burun shu ilqamadaq bir yerdan jamoat surlarda bir oyoqlari kalashlari masjidga kirganda degandek sep qo'yib bundoq ichi kirib ketgan bo'lsa yutib ketish jarayonida izlab bundoq kalichini kalash qilib tanlab qilgan deyman anandikin bir birisiga ro'pro uyg'un kelsa meniki degan o'xshash
Xo'sh, bu tabaqa mutabaqa degan shu tabaqa na'li bin na'l degan kelimadan elangan arablarning mutabaqa degan gap. Demak bu yilqi labza ma'noga o'pmi uyg'un demakchi-da. Xuddi bir odamning oyog'i. Masalan, men 40-chi oyoq kiyman desam, putim mening 40-chi oyoq bo'lgan bo'lsa, 45 bo'lib qolib qolsa, yo'g'on kelib qolib qoladi, 35 bo'lsa kichik kelib qolib qoladi. Naq 40 bo'lish kerak. Shunga o'xshash. Bu mutabaqa. Labza ma'noning o'z ayni uyg'un. Masalan, qanday inson desak, inson, u insonning zodi 5 dan tirnoqgacha hammasi inson. Bu ma'no mutabaqa. Tadammun degan gap o'z qo'yniga ilish. Masalan, o'z ichiga ilish degan gap lug'at ma'nosi. Bu o'z ichiga ilish. Qanday desa, masalan deyli, mutabaqa va tadammun va iltizom degan qanday desa buni yana boshqa bir uslov bilan, misollar bilan sharhlaylik. Masalan, bir odam men mamlakat Arabiya Saudiya g'odim. Arab g'odim debdi. Saudiya g'odim deb Saudiya Arabistonning hamma basa butun bir yerini tushirib qo'ymay ham yer borsa u odamning u gapi dalolat mutobaqa bilan uqtirgan bo'ladi ham yana bog'liq bo'ladi agar u odam debdida man haram guvadim debdi boshqaga bormabdi riyod abuha u nijron jizon ko'rmabdi toyib degan ekan haram beribdi makka madinaga beribdi bas boshqaga bormabdi bu odam esa haramga bormading yolg'on gaqirding deganlarni yo'q Ashgab ay haram haramayn umucho ash haramninki haram degan kelimaninki yani Saudi g'odim desa Saudi g'ogalı badim degan gapni o'ziga uyg'un keladi. Zimdan uqtirgan bo'ldi. Ichida bor haramayn chunki Saudiya degan ay tuproq ay jo'grafiyani ichida bo'lg'ashqa zimdan uqtirgan bo'ldi bu. İltizam. Masalan, haram vadi degan gap bu nima? Nimni uqtirdi? Ama bu ilki haram vadim debdi bir adam. Saudi vadim debdi. Saudi vadim deganlikni o'zi nimni uqtirdi? Bu odam borgan ekan ihrom kiydi. Aşağı haramniki miqatga tushishdan burun yoki jiddiy tushishdan burun buni ihromni kiydi junub. Ondan keyin haramga qoidas bo'yicha kirdi. Ya bu odam mu'tamir bo'lgan bo'ladi, yo haj bo'lgan bo'ladi deb buni tushunamiz. Ammo harami bodim, Saudiy bodim degan gapning o'zidan bu gapning haqiqiy mohiyatida bu ilqi ihromlik kiyish, sa'iy safa qilib tavob qilish, bu gaplar yo'q. Bu bundan xorij. Zehinde xorij bu bunun sırtıda. Mahiyetinin sırtıda. Ama bu zehnen mahiyet lazım. Saudiy bodim deganlik amatlamla biz zehnimiz keldiğini uddullamla bu adam ihramlik kiydi. Kiydi yak. Beytlarni ködi. Beytlarni ibadet kıldı. Medine Münevvar'da bad ibadet kıldı. Bu gap lazım geliyordu. Mesela bu iltizam manasmış. İltizam demiş şu. Ve aksamil lafz ve onu başka lafzinki kısımları hem bunu bayan kılışka ve aksamil lafz beyanı dalalete kayat burada muşu kulliyet hamsun tunuş karaş kılıdı uqa tunuş üç dalaletten bayan kılışka ve lafzın kısımlarını çok bayan kılışka dedi ve aksamil lafzı baya ala beyanı dalalet salas müşngat bir. Hoş. والدلالة دلالة نيماز والدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر دلالة دegen o dalalet olsumu bir narsanın bir halet buluşu bir narsanın buluşu bir halette lazım keledi de o narsani bilishdan yeni bir narsani bilish lazım keledi yelzemu minel ilmi bihi el-ilmu. El-ilmu yelzemunun faili. Bir şeyin ahara. Bir narsani bilganlik değil, bir narsa qarab, bir narsani bilganlik, bilib, ma'lum bo'ladi, bilinadi. Bir odam masalan sag'rib ketib qolib chiroy shakli, amalum qo'rqib ketib deb bilamiz. Bir odamda qarasa bessanglab, mugdab qolibdi, odam charchab qolibdi, uyqusi kelib qolibdi deganini bilamiz. Degan o'xshash dalolat degan bir narsani bilganlikdan yana bir narsani qarab bilish. والأول هو الضال برنس نما ضال
Yani laf demekçi. Dal geliknüzü laft. İkincisi o sani huvel medlulu. İkincisi huvel medlulu. Yani mana demekçi de. Mana. والأول هو الضال والثاني هو المدلول. فمن هذا عرفت أو عرفت أن الدليل هو الذي يلزم منه يسأل شبك بس قبطه. فمن هذا عرفت أن الدليل هو الذي يلزم من العلم يلزم من العلم واسكرك العلم بشيء آخر. Bunundan pemin haza aripte. Bunundan bildirin tunudun ki çokum delilgen imez delilgen anda bir nasik vellezi yelzemu minel ilmi. El ilmu bir şeyin ahar. Onu bilgelikten yeni bir nesne bilgelikiniz lazım kılgan nesnuzim deykemiz dalalet deykemiz delil deykemiz. Delil degan aşşudaydı. Bir nes qarab yeni bir nesne bilgelik. Xarita qarab biz bir yo'l chiqib bir safar qilgan bo'lsak, bir cho'l, tog', bag'ri, bir jazira, hech qanday bir odam u bu so'raysak bir narsa yo'q. Bunda hali shu xarita qarab olmamizda xarit nima dalil. Biz yetmoqchi bo'lgan ko'z tutgan nishon madlul shunga o'xshash. وكذا عرفت أن المدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم أمانة ana eksi. Dalının eksi. Şunun tundun delil degan nimasi? Delil degan bir narsa qarab, yeni bir narsani bilganlik. Madlul degan so'z, madlul degan yeni bir narsani bilganlikdan vallazi yalzamu minel ilmi bir şeyin ahara al ilmu. Başka bir narsani bilganlikdan bir bilim paydo bo'ladi. Madlul qarab dalni bilamiz demek ma'nodamda. Medlul degan daldan medlul bo'lgan gap. Delil cho, delil degan bir narsani bilganlikdan, xaritani tushunganlikdan, bormoqchi bo'lgan makon, ya'ni haqiqiy bunday tashxis qilib muayyanlashtirilgan o'zi nima dalil. Medlul masalan, makonni bilganlikdan, makon qarab, maya xaritga maya shu kanda, maya qaraganda Mao xaritiga palaniya shu kanda degan o'xshash madluldan dalni bilishadi. Bunuz madlul deydi. وكذا عرفت أن المدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر العلم اللي يلزم فاعله والدلالة تنقسم إلى تبعية وعقلية ووضعية. الدلالة تقسم تبدو بالدلالة tabiiye ve akliye ve vaz'iye deydi. Hoş. Hem bu taksim tapudu nime? Bu ve dalaletu tenkasimu ila tabiiyetin ve akliyetin ve vaz'iyetin. Dalalet taksim tapudu dalalet tabiiye, akliye ve vaz'iye. Demek dalalet iki kısım oldu. Lafzi ve gayr lafzi. Lafzi oğne akli oldu, tabii oldu, vazı oldu. Gayr lafzi oğne hem şundak akli, tabii, vazı oldu. Mesela akli diye kaysa ergende akli oğne. Mesela bir adamdan gekkalı qarab adam tak yaşavetipti maşallah. O dünyaya sefer kıp ketmepti diyeni bilimiz. Bu bir dalalet. Akıllı bilimiz. Dalalet tabii diyen çoğuz bir adamdan mesela ah, vay beşim, vay yaki çişim, o budu etipti. Özün Allah saklasın, bunda garaj ağırlıkladın. Bir adamın diyen qarab, bu adam biri ağır etipti, bir kesellik müptala oluptu. Allah şifalık versin deymiz. Mesela bu nime? Bu dalal tabiiye. Tabi'an onu bilemiz. Onu aklımızda Allah da onu zade işiltish nima ketmaydi. Tabiiy qarablik qilib odamni degan ovozni qarablik qilib tabiiyki shu tushuncha kelamiz abadan beri og'rib o'tibdi Alloh shifoli qilsin deymiz. Vadiya degan gap, vadiya degancho vadi bir kelimni qo'yg'uchi. Ma kelimning ma'nosi falon narsa deb
bir qo'yg'ich qo'ygan manda dalolat. Masalan, Asadninki ay yo'lvos degan o'xshash. Yo'lvos desak bu yirtqich bir jonliqninki shuni uqtirganligi. Bu nima? Dalolat vodiyya. Bu hammasi lafziya. Mayli bir adam mesela nima turib yo'lning o'yini oqstirib gap qilgan bo'lsa, bu adam bu tirikkan, o'lib ketmabdi, yashayotibdi, mashalloh deymiz. Bumi shu labzan bo'ladi ana. Labzda gap qilgan ekan ovozini angladik ana, o'sha odam labzini. Bu lafzi bo'ldi. Degan gap bu labzdan chiqdi. Bu nima bo'ldi? Bu dalal tabiiya, bu labz bo'ldi. Vadgiye mesela asad dedik. Asad hayvan muftarisqa, yırtqış canlıq dedik. Bu asad degan gaplar bizden chiqqandan keyin, anından keyin bu yırtqış hayvanni, yırtqış canlıqni o'qdi. Demek bu lafziya mındaq bo'ldi. G'ayr lafziya. Bu dalolat demek ikki qism bo'lgan bo'lib, lafzi, g'ayr lafzi. Lafzi uch qism, lafzi aqli, lafzi tabiiya, lafziya, vadiyya. Bu tugdi. G'ayr lafzi bu uch qism. غير لفظي عقلي غير لفظي طبيعي غير لفظي وضعي مثلا غير لفظي عقلي degan tushib olsa masalan bir odam bundoq bir qumluqda ya to'plan ustida mangan bo'lsa u odamniki mangani qadam iz qiladi damayadi bir odam o'tib ketibdi deymiz uni hech qanday bo'lmasa nima yo'q ovozga minos yo'q bu tovush yo'q shunda iz qarabli bilamiz bu g'ayr lafzi aqli aqlimiz shunda ishlatibla hamma yerdan ya odam o'tibdi ya bu yerdan bir ot o'tibdi ya eshak o'tibdi deganni bilamiz. Bu dalalet gayr lafzı akli. Mesela dalalet gayr lafzı tabi'i. Mesela bir adam mesela bir bombuğur el cemaat şu örp içinde bombuğur işler beni kıp diye dep kıp. O adamın ki şu kıp kalgan gayr ma'lup başkaları tunuş olmagan bir işine kıp kalganlığı ya dep sağganlığından hıcılıp yüz villet kızırıp gidipti. Bu bana gayri lafzı, lafzı yok hani. Lafzı çıkandan bir tavuş, bir avaz çıkmadı. Gayri lafzı. Yüz şundan millet kızağın qarapla. Madem hicillik çümketti de vay Allah. Maşın bir boş kıla. Bilmey kan basıp kine hicillik çömdürvattık ya. Dep kalimizde mesela. Bunu izni mədəsə dalalat gayri lafzı tabiiyyə. Ay yüzün ki villet kızıp ketkenligi bu adamın hicil oğalarına ay tabiit ne bildik taban bunu uqtuq. Gerçi bu lafzı bu musmu gayr lafzı yani avazsız bosmu aşağıdan kızırıp gitken şekillah şunu okudu. Yeni bir dalalat gayr lafzı vad'iyen bu. Şu lafzının mukabilde lafzı üç kısım olmaz. Gayr lafzı onun mukabilde üç kısım. Gayr lafzı akli, gayr lafzı tabi'i, gayr lafzı vad'i. O kadar kısım mesela Qatnaq saqçılarınki yolda mındoq ayamek binasını qurib qo'ydi da har xil qizil, sayroq, yeshil chiroqlarni mayda o'ssingiz bo'lmaydi degandek. Bu yerda hech qanday tovush, ovoz yanasi yo'q. U mayda o'ssingiz bo'lmaydi. Ta mushuni o'tish ruxsat qilingan qadar degandek, bundaq bir shuni uqtirdi. G'ayrilabdi mana bu. Aşnasın üzünü bu nima desa bu aşı qatnaş saqçıların binası qurib qo'ygan vaqtda anannikin. Shunday qiladi. Bo'lmasa yer binasi bo'lmasa ya da o nima qarab bayqiladi, binasi qarab bayqilmaydi. Ammo bu yerda bir quyilgan binasi bo'lish kerak, vaziy qilgan narsa bo'lish kerak. Alvaldaq bir xosho, o bu degandek daxil qilib qo'ydigan qatnaş saqçıların belirga o'xshash. Buning hammasi nima deganda dalalet gayr lafzi vad'iye. Demek ki bu yerde dalalet müşndak tabi'i, akli ve vad'i taksimde budur deydi. Vel muradu mined dalaleti huna ad-dalaletul vad'iyetul leti tekunu bihasabi vad'il lafzi alel ma'na ve hiye salasetun. Maksat am dalaletin bu yerde dalalet vad'i maksat ve akli tabi'i onun gereği yok. Dalalet vad'i maksat ki buludu bu Şu vadi bir şu labzni qo'ygandanki bu labzni qo'yishning hisobilan nimaga bir ma'noga anda qilgan bo'lsa ma'nosi maniki bu xil bu labzi ma ism falon narsaga bo'lsin deb masalan telefon degan bo'lsak bu telefon degan kalima mush boshqni ko'shal qilayotgan va kichkina bir jismga mushunga bo'lsin deb bir ma'no qo'yilibdi. Bunun o'zi nima desa dalolat vad'iya.
Bu bir labzni qo'yishni hisoblan bo'ladi. Nimaga? Ma'noga. Bu uch qism bo'ladi deydi. Va hiya salasatun. Qaysi deganda va hiya salasatun لأن اللفظ الضال على المعنى لا يخلو من أن يدل على تمام ما وضع له أو يدل على جزئه أو يدل على ما يلازمه في الذهن. فإن كان الأول فالدلالة دلالة بالمطابقة، وإن كان الثانية فالدلالة دلالة بالتضمن، وإن كان الثالثة فالدلالة دلالة بالالتزام. مثال الدلالة بالمطابقة كالإنسان، فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة لكونه تمام ما وضع له الإنسان، وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له، وذلك مأخوذ من قولهم طابق النعل بالنعل إذا توافقا. ومثال ما يدل بالتضمن كالإنسان إذا دل على أحدهما أي على الحيوان أو على الناطق، وإنما سميت هذه الدلالة تضمنا لأنه يدل على الجزء الذي في ضمنه، فيكون ضالا على ما في ضمنه. ومثال الضلالة بالإلزام كالإنسان إذا دل على قابل العلم وصنعة الكتابة، وإنما سميت هذه الدلالة التزاما. Hem bu dalalet lafzı üç kısım oluyor. Çünkü lafz ki bir nas uqturgan lafz dal bir ma'noni uqturgan bir lafz. Xali olmaydı. Şunun xali olmaydı ki uqturgan bir lafz. O lafz qo'yilgan narsani hammani uqtirishdan xali olmaydi. Bir lafz degan ekan, uningga o lafzni qo'yilgan ma'noning ya hammani uqtirdi, ya uning partisini uqtirdi, ya uningdan sir ama onun zihnida lozim bo'lgan narsani uqtirmish. Uchining birisini xoli olmaydi. Qandaq bir labz, o labz nima bo'lsa, dal, yani bir muhmildan xorija, yani labz muhmil bo'lib qolsa bo'lmaydi. Masalan, muhmil degancha, uning ma'nisin quritib tashlangan, uning ma'nisidan bo'shatilgan. Masalan, days debdik. Days degancha bu zaytning aksi qildik. Days zaytning aksi. Bu muhmila deyildi. Buni zaytning ma'nisini uqtiranmaydi. Shaxsi muayyan uqtiranmaydi zaytdan iborat. Onun zayt degan ma'noni shaxsni uqtirishdan muhmil bo'shtirilgan. Buni o'zincha muhmila deyildi. Bunda xil bo'lmasa, labzki uqtuvchi muhmil olmay dal bo'lsa, bir ma'no uqtirgan qandaq labz bo'lsin, ya o labzincho o'ninki ma'nisiga, ya'ni o'zininki labzning ma'nisiga hammasi qo'yiladi. İnsan tek insan, hayvan, natık, hemmisi. Ay kallısın ki beşşeden, çoksuden, çeçiden tatip, ay putunun tırmıkka açık, hemen okturdu, mendak. Tığın okturup kapkaysı bulmaydı o. Ya okturdu, onun bir partisi okturdu. Bunun hali yemez. Ev ala cüz genço, min en yedulla ala cüz'ihi demekçi. Ala cüz'i ma vudi alahu demekçi. أو يدل على جزئية على جزء ما وضع له demekçi. Ya uqturdu ala ma yulazimu fi zihn. Zihn lazım kelgan. Ama haricda zıtlık var. Zihinde lazım o. Mahiyetten hariç ama mahiyetten özü için zihnen lazım. Mesela biz 200 kömeğen bir adam şundan gördük. Allah şifalık versin. Şunda bir ama 200 kömeğen kardeşlerimizin şundan görsek ne mi deyimiz? Allah asıl adam körkenlikte deyimiz de darhal şuna kömeğen gözü aldık karapla bu adamın körüş degan bir közünün bağlığını darhal zehnimiz lazım geldi. Şundan karaplamla. Bu zihinde lazım keladi. Ama haricda bu ama olan basarat aralığında körüşlen kömesi zıtlık var. Şu zihinde ikisi bir kelalaydı. Ama olan bu körüşlen kömeslik. Ama haricda bir zıt. Zihinde lazım keladi. Şuna ama qarab nikillam bu adam kılmaz. Mesela bir adamın putu kesilip ketip tuttu. Allah kadar Allah hemmisini saklasın. Bu adamın aslı putu baken deyme. Putu baken
birde bir ahvallar orqali puti kesilib ketib qolibdi deymiz. Shunga o'xshash. Bu xorijlik bormi? Yo'q, xorij yo'q, ana puti yo'q. Xorijda bundan rijil mabtur bilan puti kesib ketgan puti yo'q ana. Unlamcho bu jami kelmaydi. Asli puti bakemme degan gap bilan hozirgi putini yo'qligi bu ikkisi bu mafhum bu ikki mafhum birga kelinmaydi. Nimada? Xorijda. Xorij qarpaqsa bu odam puti yo'q mana. Kesilib ketgan. Qarab degan putning borligini bilamiz. Bu zehnan lozim keldi deyman. Eğer bo'lgan bo'lsa, uchu nima biz zehni penkanal avvala qaysi avval qilsa shu mavdiyalarning hammasi uqtilsa, agar bo'lgan bo'lsa u lafz mavdiyalar onun qo'yilgan ma'noning hammasi uqtilsa penkanal avvala degan shu mavdiyalarning tamomini uqtilgan bo'lsa dalolat vaqt dalolat mutobiqdir ro lafz ma'noning hammasi uqtilgan bo'ladi. Ve eğer bo'lgan bo'lsa u lafz lafzdal ne bo'lgan bo'lsa ikkinchisi bo'lsa ikkinchisiki uninki uni qo'yilgan ma'noning bir parchasini juz'isini uqtiribdi hammasini emas. Unda bo'lsa u dalolat tadamundir. Ve eğer bo'lgan bo'lsa u lafzdal uchinchisi bo'lsa uchinchisiki zehnda lozim keladigan manda bo'lgan bo'lsa dalolat bil ilzamdir deydi. Dalalatın misali mutabıqlan insan o'xshash, cho'qim bir insan uqtirdi hayvon natiqda so'zlaydigan jonliq demekçi de. Hayvon natiqda silqi hozirgi bizningki tushunchamizdagi ot, alab, o bu samaydigan hayvon degan o'ykasak bo'lmaydi. Hayvon degan malahul haya. Ashin jinvanasing har qanday hayvon deb ataladi. Kullu man lahul haya fa huwa hayvon. Jinvanasing hammasi hayvon va ilaqa maxluq jonivorlar deganlik emas bu. Çünkü uqturdu bu sözlerden canlılık diye uqturdu. İnsan degan gap. Bu insan hayvan natık degan gap. Bu insanın hem yerini uqturdu. Hayvan natık degan bu mahiyet. Mutabıqlan, pro kirishlan. Onun boğalıqning jahtidan nima uchun desa, o insonning boğalıqning jahtidan o insan uchun likavnihi tamam mavdi alahul insan. Onun insanni qo'yilgan narsaning hammasi bo'g'aliq uchun hayvon natiqniki bo'g'aliqni jahdidan uzran likavnihi al hayvon natiq qaydi deydi al mahiyat. O hayvon natiqning bo'g'aliqni jahdidan ening uchun insonni qo'yilgan narsaning tamom bo'g'aliqni jahdidan buni deb atildi dalolat al mutabaqa deb atildi deydi. Va chuqum ataldi va innama summiyat haz dalalatu mutabaqatan. Mana bu da mutabaqa deb atab qilishning sababi nimasi? Bu dalolat mutabaqa deb ataldi. Chunki sabab لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له. Çünkü lafz o mana üçün qo'yilgan narsaning hammasiga uyg'un. Pro. Bizim janubcha aytgan chipchang degandek, pro bir-birisiga ortiq kemi yo'q. Xuddi 40 numurliq oyoq kerak odamga o'tak oyoqlarni 40 bo'lgandaklar. Uning kam 40 va 30 shubqasi qamlashmaydi bu, kelmaydi, foydasiz. Ashun o'xshashlar. Bu bo'lsa elengandır min kavlihim. O Arap qarindoshlarning sizniki tabiqan na'li binal. Oyoqqa barabar keldi degan so'zni elengan mutabiq degan gapdir. Qachon ikkisi bir-birisining mas kelsa. Endi va misalu ma yadul bit tadammun. Tadammun bilan o'z qo'yniga ilishlan, o'z ishiga ilishlan uqtirgan narsa misali insonga o'xshash. Qachon uqtirsa bu inson bu ikkisining birisi uqtiribdi. Ya hayvon uqtiribdi, natiq emas. Av degan shu. Alal hayvani ev ala natiqini. Hayvan uqtiribdi, natiq emas. Ya natiqni uqtiribdi, hayvan emas. İkisining birisini uqtiribdi. O vaqtda dalolat bit tadammun deyildi deydi. Cho'qim ataldi bu xil dalolatni dalolat tadammun deb. Nima uchun deganda? Chunki bu uqtirdi bu. Bu inson uqtirdi. Shu bir parcha uqtirdi bu. Ay o'zininki insanın mayitning ichidagi bir parcha nuqtada hayvon natiq insonning mayit ashurda ma'nisi. Ashdan bir parcha nuqtagan bo'lg'ashqa ya hayvonni ya natiqni. Bunda patildi, tadammun da patildi deydi.